Menga telefon qilganda o'zi tamom. Ikkinchi marta yana shu pul bilan bormasangiz qabul qilmayman. Yo'q, siz misol uchun klubda nimani o'ylab yotdingiz? Hamma narsa ketdi. Hamma narsa. Xato qilib qo'yishmasin deymanda. Shunday xonadan chiqib, skameykaga o'tirib, o'sha yerdan qaytib tura olmaganman. Elikni qaynatib ichaverasiz dedi. Oh, Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz xudo xohlasa suyak yemirishi, ya'ni aseptik nekroz kasalligini 3-4 darajasi bilan og'ringan, yotib qolgan, yurolmay qolgan akamiz Hamid akani bir anaqa nima deydi, bosib o'tgan yo'llari va aseptik nekroz kasalligini davolash bo'yicha gaplashamiz xudo xohlasa. Men ismim Shavkat. Zuhalmed klinikasi asoschilaridan biriman. Ma'mur aka Zuhalmed revmatologiya markazini bosh shifokori, revmatolog. Hamid aka bu kishi aseptik nekroz bilan kasallanib, o'sha uzoq bir qiyinchilik, mashaqqat bilan men deyarli 2 yil bo'ldi. Hozir oyoqlarida yaxshi yuribdilar, tuzalib ketib. Bugun shu nima deydi, ozgina shu aseptik nekroz haqida suhbat qilamiz. Avvalambor men qanaqa bir bo'lib qolganligi haqida men gapiraman. 2 yilcha oldin bir tasodifan men klinikadan chiqib ketayotgan paytimda bir tanishimiz Qozimxon aka Vaqf fondidan u kishi kirib kelgan ekanlar. U kishi ham tasodifan o'tib ketayotgan bo'lgan klinikani ko'rib kirib kelganlarda keyin men u kishini tanishdikda, klinika haqida ma'lumot berdim, hamkorlik borasida gaplashib oldikda, keyin men aytdim shunaqa revmatologimiz bor, Rossiyada o'qib kelganlar deb aytdim, bo'g'im kasalliklari bo'yicha deb. Как раз bir tanishim bor edi, shunaqa juda qiynalganlar, yotib qolganlar, operatsiya deyapti hamma, u kishi ko'nmayaptilar deb keyin sizni nomeringizni berib, shu bilan telefonda gaplashib anaqa qilib ketgansizlar. Shu bir tasodifan bo'lib qolgan hammasi. Endi Hamid aka, birinchi sizga so'z beramiz xudo xolasa. O'zi kasallik belgilari qachon paydo bo'ldi? Keyin qanaqa belgilar bo'ldi boshida? Hali doktorga bormasingizdan oldin qanaqa boshlandi o'zi bu? Assalomu alaykum hammaga. Endi bu kasallikni o'zim bilganimcha terminlarini, tibbiy tomondan nima deyishni bilmayman, lekin o'zim boshimdan o'tkazganim. Boshlanishi kechasi yotganda og'riq kuchayadi. Yotganda og'riq kuchayadi. Keyin nima deydi? Nejelatilni deydi. Xohlamasdan ham oqsayman bir oyoqda. Masalan, o'zim oqsashni xohlamayman, lekin oqsab qoldim. Sekin oyoqni aylantirib bosadigan bo'lib qoldim. Oqsamaslik uchun oyoqni aylantirib bosadigan bo'lib qoldim. og'riq hisobiga shuni. Og'riq hisobiga, avaylayman deb organizm o'zini himoya qiladi. Shunaqa kuchli. Keyin kechasi aytganimdek, kechasi ko'p og'riq beradi. Shu 3 yil oldin boshlanganda menda. 3 yil oldin boshlangan. Boshlanishi 3 yil oldin. 2022 da boshlangan. 2022 mana shu avgust sentyabr oylarida sezganman bu narsani. Keyin Ma'mur aka sizga shu suyak yemirilishi, mana aseptik nekrozni mana boshlanish belgilarini aytdilar. Bundan tashqari yana qanaqa belgilar bor? Aseptik nekrozdami? Tak, birinchi o'rinda o'sha og'riq. Boshda harakat chegaralanish bo'lmaydi. Boshda og'riq bo'ladi. Ayniqsa bemor bir xil holatda uzoq vaqt turib qolgandan keyin og'riq paydo bo'ladi, harakatlantirishga qiyinlashadi. Mana bir joyda uzoq turib qoldi, bu yerda chunki bu yerda vaspolitiniy proses ketgani uchun o'sha holatda qotib qoladi. Keyin turib, yurib, harakatlantirguncha qiynaladi odam. Asosiy belgisi og'riq. Undan keyin harakat chegaralanishi paydo bo'ladi. Bor. Bemor og'riq qoldiruvchi ichmasdan turib yasholmaydigan bo'lib qoladi. Ana shundan bilamiz. Oyoqni tekka tepaga ko'tarish harakati chegaralanib qoladi, harakatlantira olmaydi. Masalan, bir tomonlama bo'ladigan bo'lsa, chap oyoq bemalol ko'tariladi, ikkinchi oyoq ko'tariladi. O'sha oyoq pastga tushayotganda juda kuchli og'riq beradi. Voy devoradi kasal. Biz borib endi bu kasallikni ko'ravergandan keyin bez MRT, bez rentgen ham taxmin qiladigan bo'ldik, lekin bu so'rovlar birdaniga MRT qilish tavsiya etiladi boshlang'ich davrlarida, chunki rentgenda ham ko'rinmaydi, klinik belgilar ham unaqa выраженный, как artrozday kechadi. Keyinchalik agar
kuzatuvchilarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, artrozni qanday aniqlash kerak? O'sha chanoq son bo'g'imidagi aseptический nekroz, suyak emilishini qanday farqlaymiz degan farqlari ham bor. Bu aniq farqlasa bo'ladi. Endi Hamid aka, men misol uchun shunaqa belgilar bo'ldi sizda. Qancha payt bunaqa og'riqlar bilan yurdingiz? Keyin mana shu bir doktorga borguningizgacha bo'lgan bir jarayonlarni bir ayta olasizmi? Endi bu jarayon kamida agar hozir adashmasam shu yurishda 5 yo 6 oy yurdim. Kamida. Hozir aniq nima deydi, ozmoz yanglishim mumkin, lekin 5-6 oydan kam emas. Yurdim. Endi o'zimizda shunaqa narsa bor-da, ozgina kimdir boshidan o'tkazgan odam maslahat beradi, shuni vrachga darrov bormaymiz. Shunga harakat qildim. Bir nima deydi, qanaqadir shamollash deb o'yladim-da. Qanaqa bo'ladi? Endi issiq uka oldingiz, kalsiy xlormi, kalsiy glukonatmi 2 marta shundan oldim boshida. Bu foyda bermadi. Men shuncha og'rib yurdi, bir xayolingizga keldimi doktorga borish, bir 6 oy kam vaqt emas-da, misol uchun. Yo'q, bu har doim birday og'riq bermadi-da. Qanaqadir boshlanishida nimadir jismoniy mehnat bo'ladi, shundan keyin kechasiga og'riq beradi, o'tib ketadi. Men buni shamollash, qanaqadir nervlarda shamollash bo'lishi mumkin degan narsa, men suyak yemilishi degan narsa umuman hayolimni bir chekkasiga kirib ham chiqmagan. Bu narsa menda endi Alloh qanaqa dard bersa o'zi biladi. Biz uni oldida ojizmiz, lekin shu narsa menda bor deb men bu narsani o'ylamaganman. O'zi bunaqa kasallik bor haqida ham bilmagan. Bunaqa kasallik haqida ham bilmagan bo'lsangiz kerak. Men bilmagan. Ma'mur aka, mana shu kasallik birinchi bosqichida bemor nima qilish kerak? Og'riqlar bo'ldi, kechasi mana o'sha og'riqlar bo'ldi. Shuni endi bir kuzatuvchilarimizga foydali bo'lsin deb nima maslahat berasiz? Har qanday bo'g'im og'rig'ida timbol o'tib ketmaydigan bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda revmatolog mutaxassisga murojaat qilish kerak. Imkon darajasida. Agar revmatolog bo'lmaydigan bo'lsa, yoki travmatolog, yoki terapevt, yoki uchastkavoy o'zini terapevtiga, vrachiga murojaat qilish kerak. Ular keyinchalik yo'naltiradi o'zini mutaxassisga. Bo'g'imda harakatini ko'radi, so'raydi. Kasallik qachon boshlandi sizga? Artrozda masalan sekin yillar davomida rivojlanadi. Bu kishida 6 oy juda qisqa vaqt o'zi. Ba'zilarda 6 oygacha ham kutib o'tirmaydi. 1 oyda kasallik sirazi harakatni chegaralatib, og'riq kuchayib ketib, bitta oyoq sirazi kalta bo'lib qoladi. Bu bemorda yurish holatiga, yashash tarziga, hayot tarziga ham bog'liqda. Klinik bilgi kasallikni kechishiga ham bog'liq, asosiy kasallik. Hech bo'lmaganda internetga kirib turib shunaqa og'riyapti, nima qilay deb mana ChatGPT'lar chiqib ketgan, hech bo'lmaganda shunaqa sun'iy intellekt kerak bo'ladi. Hech bo'lmaganda shu internetga kirib yozsa ham ancha ma'lumot chiqadi-da. Odamlar ChatGPT unchalik rivojlanmagan. Yo'q, men endi hozirgi holatda aytaman-da. Hozirgi holatda. Bu eng katta xato og'riq уже qaysi bir hafta davom etdimi, уже сразу izlanish kerak edi, bee'tibor bo'lish kerak. Любой og'riqqa уже bir haftadan ko'p og'ridimi, bu qanaqadir signalda menimcha. Не только boyagi bo'g'im, любой og'riqda menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Men endi misol uchun agar Hamid aka boshida 5-6 oyni o'tkazib yubordilar mayli. Endi boshida agar men shuni boshlanish davrida bironta yaxshi aytganingizda revmatolog vrachga borib, shu to'g'ri davolanganda men bu endi ancha qiyinchiliklarni boshlaridan o'tkazganlar-ku, shunaqa baribir ham shunaqa qiyinchiliklarni boshidan o'tkazarmidilar yoki davolanish jarayonida yoki o'sha vaqtda o'zida bir osonlikcha davolasa bo'larmidi bu? Agar vaqtida o'zini mutaxassisiga o'z vaqtida murojaat qilinadigan bo'lsa, ishlar ancha yengil bo'ladi. Birinchidan stress bo'lmaydi. Bu kishi menga telefon qilganda o'zi tamom hayotdan o'zi kechgan, oyoqdan ham umidini uzgan, chunki doktorlarimiz endi har xil vrachlar bor, yaxshisi ham bor, ozgina ilmsizi ham bor. Bu kishini juda tushkunlikka tushirib qo'ygan. U holatdan chiqarishni o'ziga biz qancha qiynaldik. Akaga men 10-15 marta, 20 martalab tushuntirib berishga to'g'ri keldi bu kishining kasalligini, holatini, stressdan chiqarishdi. Bo'lmasa biz hech bir sverxestvenniy ukol dori qilganimiz yo'q. Oddiy qon aylanishni yaxshilaydigan mashqlar tavsiya qildik bu kishiga, hayot tarzini o'zgartirishni tavsiya qildik. Shular bilan xudoga shukr natija yaxshi bo'ldi. Agar ertaroq murojaat qilganda bunaqa qiyin
yo'llarda ham bosib o'tmagan bo'lardi. Hamma gap shunda, har bir kasallikni to'g'ri davolash va asoratlarsiz davolash uchun vaqt katta ahamiyatga ega. Immuna revmatologiyada. Именно shu aseptik nekrozni boshida murojaat qilsa, demak, to'liq osonlikcha To'liq ancha yaxshi bo'ladi. Endi boyagi aseptik nekroz bo'lgan nekroz hujayra tiklanmaydi. Uni iloji yo'q. Hozircha umuman hech qanaqa iloji yo'q. Lekin harakatni to'liq saqlab qolish xuddi bemor o'zini oyog'ida qanday yurgan bo'lsa, xuddi shunday yurish mumkin. Yaxshi davolansa. Zo'r. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, misol uchun vaqtida kelsa, lekin men hozir aytdingiz-ku, stress boshqa dedingiz-ku, men endi Hamid akani 6 oylardan beri, 7-8 oydan beri ko'rmagandim. Boshida kelganlarda haqiqatan ham o'zim boshidan suhbatlashib kelaman. Ahvollari kulib gapiradilar har doim, lekin bilinib turardi bir siqilib yurganlari boshqa. Lekin shu safar kelganlarida o'sha sezildi, ancha ochilib, hozir o'zlariga ham aytib turdim. Bu safar kayfiyatlari ham bilinyapti-da, o'zlariga bo'lgan ishonchlari, hayot anaqalari juda ham o'zgargan haqiqatan ham. Hamid aka, Zuhalmedga kelishingizdan oldingi ruhiy holatingiz, ichki hissiyotlaringiz qanaqa edi? Nimalarni ichingizdan his qildingiz mana? Bir shular haqida ozgina to'xtalib o'tsangiz. Endi bu nima uchun kerak bizga? Mana kuzatuvchilar xato qilib qo'yishmasin deyman-da. Shunaqa bir ruhiy holatga tushib qolmasinlar. Ularga ozgina bir saboq bo'lsin, shunaqa bir holatlar. Kichkina o'zi xatoda, bu kishining xatolari ham emas, bir tibbiy madaniyatni umuman hammamizda ham shunaqa-ku, ozgina tibbiy madaniyatimizdan e'tiborsizligim deydimi? Shuni rivojlantirish kerak-da, xalq tibbiy madaniyatini. Shuning uchun mana shunaqa podkastlarni ko'proq qilishimiz kerak. Kim yo'l bosib o'tgan yo'llarni aytadigan bo'lsa, xudo xolasa ancha osadi. Ichingizda nimalarni his qildingiz? O'sha mana o'sha boyagi yotiq rejimi bo'lgan-ku sizda, qanchadir payt yotib qolgansiz. O'sha paytlarda mana Ma'mur akaga kelgungacha bizgacha bo'lgan davrda. Nimalarni his qildingiz? Buni endi bilmadim, bir ikki og'iz so'z bilan ta'riflash qiyin bo'lsa kerak, lekin o'zim xohlamayman men tushgan holatga boshqani tushishini. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, hammamiz ham insonmiz, Allohning bandasi. Odamni masalan men ham borganimda birinchi murojaat qilganim vrachga murojaat qilganman. Masalan, ko'chadagi odamga uchrab maslahat so'ramaganman. Bu nima demoqchiman? Nima deydi? Vrachlarni tibbiyot xodimlarini yomonlash niyatim yo'q. Faqatgina odamni ba'zi birlari bor, odamni ruhiy holatini hisobga olmay gapiradi. Men o'zim boshimdan o'tkazdim. O'zim yurib borgan joyimda, mana boshimdan o'tgan narsa ayolim, bitta farzandim guvoh. Boshim yurib borgan joyimda, vrachni izlab borgan joyimda nima uchun kim sizga ruxsat berdi yurishga deganda, menga hech kim taqiqlamagan yurishdi dedim. Bu sinib ketsa, galovga sinib ketsa, siz yotoqda qolasiz. Shunday xonadan chiqib, skameykaga o'tirib, o'shadan qaytib tura olmaganman. Ayolim bir yelkamdan taksis, o'sha bir tanishimiz shofyor bir yelkamdan ko'tarib mashinaga mindirgan. Nima bo'ldi sizga deydi, gapirishga xohish qolmagan. Endi ruhiy holat bu yerga kelgancha shundan boshlangan. Birinchi borgan vrachim shu. Klinikaga bordiz, yurib emas u. Endi tibbiyot birlashmasiga yurib borganman. Bolnitsaga borganman. Juda nima deydi? Ismini hozir eslolmayman. Falonchi vrach, dong'i ketgan vrach, haqiqatan bilimi bor. Ko'rdi, lekin men o'ylashimcha odamni ruhiy holatini ham hisobga olish kerak. Men yurib borib, skameykaga chiqib, o'rnimdan qaytib tura olmaganman. O'shaning gapidan keyin уже sinib qolgan. Gapdan keyin ketdi ular bo'lgan. Chunki 5 Alloh bergan 5 ta farzandim bor, oilam bor. Hali mana kattakon student, bunisi o'qiyman deydi. Qiladigan ishlar ko'p-da. Bu narsa meni miyamga ko'plik qildi. Endi nima bo'ladi degan savol, boshqa narsa kelmadi. Endi nima bo'ladi degan savol keldi. Keyin mana poytaxtga bordim, tekshiruvga, MRT bilan bordim. Yana yangi MRT qildi. 1 oy bo'lgandi MRT qilinganiga. Yangi MRTdan ham foydasi yo'q dedi. Urinib aytdim, hech qachon hech kimga husumatim yo'q. Men harakat qilmoqchiman, protez qildirmoqchi emasman dedim. Qiladigan ishlarim Alloh nasib qilsa ko'p, u odamni cheklaydi,
oxirgi variant deb ko'pchilik maslahat beryapti. Shungacha bo'lgan bir davolab ko'rish imkoniyati yo'qmi deganda, o'sha o'ng oyoq 3 daraja, chap oyoq 2. Siz kamida 5 yil bo'lgan dedi. Hali ko'rmagan, yo'q, men og'riq sezmadim. 6 oy bo'ldi. 6 oy ham uzoq muddat. Lekin yo'q dedi-da, ishonmadi gapimga. Chunki siz 5-6 yil oldin bu narsani bilgansiz, aytmayapsiz dedi. Bu nechinchi yilda bo'layotgan gap bu? 2023 yo'q, 2022 dan o'tib o'sha 3 ga. 2023 ga o'tgandan keyin avgust oylarida bo'ladigan gap. Ha, Toshkentda. Toshkentda bo'lgan gap. Qaytarishdi, protez qilsangiz, chunki hali bu narsa dedi meditsina uchun yangi, meditsina hali buni davolamagan dedi. Shuning uchun bu ruhiy holat. Keyin faqat 1 yil umrim tekshiruv bilan o'tdi meni. Tekshiruv oy 20 kunda ham MRTga tushgan boshladim bu gap. Qayta tushuv mumkin emas ekan sizga. O'zi yaqinda tushgan ekansiz dedi. Qayta tushib nimadir qilish kerak-ku odam. Harakat odamni umidsizlikka tushirmasa, harakat qilsa nimaga erishsa bo'ladi. Yotoq rejim aytdingiz, ya'ni boyda eslatib o'tdingiz. 6 oy yotoq rejim dedi, ya'ni pastelni rejim. Uni kim aytdi? Vrach buyurdi uni ham. Uni o'sha boshqa vrach. Men bu Toshkentga 2023 Toshkentga borgan paytingizda yurib bordingizmi? Yurib bordim, oqsab bordim. Oqsab bordingiz. Oqsab yurib bordim. Sizniki o'tib ketgan dedi. Vrach aytganlaridek, 1-daraja bo'lganda davolab ko'rsa bo'lardi dedi. Sizniki o'sha 2-3 dedi. Buni dedi hali meditsina davolamagan shu paytgacha dedi. Nimadir qilsa bo'lmaydimi dedim. Uni biza tushunamiz, siz bu narsani tushunmaysiz. Biza vrach shuni mutaxassisi biza dedi. Qaytdi, davolamadi, qaytardi. Keyin yana ko'p aytdim, hozir to'g'risi endi nomma-nom eslab qola olmayman. 10 tadan oshiq joyga borganman. Klinikaga borganman, mana tibbiyot birlashmalari bor, shahardagi bor, rayonniki bor, borganman. Shulardan ko'pchiligi mana 80-90% oyoqni qimirlamay kamida 6 oy yotoq rejimda yotishingiz kerak dedi. Yotdim. Endi bu bilmasam, bu kuzatuvchilarga qanaqa tuyuladi, mana shu turishimda 100 kilogramga yaqin bo'lib ketdi. Elikni qaynatib ichaverasiz dedi. Eng o'zar yaxshi gapni aytdingiz. Biz bemorlar ko'p so'raydi-da. Ichaverasiz, yotaverasiz dedi. Elik suyakni tiklaydi dedi. 5 oy yotdim. 6 oyda 1 oyiga chidolmadim. Ilojim yo'q. Keyin shu bir tanishim orqali vaqfga murojaat qilib, chunki boshida men bu moddiy, moliyaviy tomondan xarajatini ko'tara olmayman. O'sha ketib bo'ldi. Shunaqa joylar bo'ldi. Masalan, pul mana shuncha pul hisoblab beradi. Shuni xarajat qilib bo'lgandan keyin ikkinchi marta yana shu pul bilan bormasangiz qabul qilmaydi. Menimcha bu narsa noto'g'ri bo'lsa kerak, bilmayman. Chunki men birovdan eshitib aytmayman-da, men o'zim guvohman. Kim bo'lsa, masalan, men shu yerga kelamanmi, klinikaga kelamanmi yo telefon nomerim orqalimi biror narsa so'rasa, men boshimdan o'tkazgan narsani aytib beraman. Sizga o'sha gaplar aytilganda. Vaqfda o'sha boya aytganingizdek, o'sha Kozimjon shu bir nima gaplashdim siz uchun. Samarqandga bir joyga bordim, gaplashdim. Boring, bitta yaxshi vrach bor ekan, revmatolog. Shuni ham ko'ring, agar shu bilan ham natija bo'lmasa, keyin operatsiya dedim. Menga davlat tomonidan endoprotez ajratilgan edi. Mana bitta Ma'mur aka o'zi ilik masalasida aytdilar-ku, ko'pchilik doktorlar ilik ichib yotaver degan. Shu o'zi rostmi? Bizga ham ko'p aytadi-da, ilikni qaynatib ichsang, uni suyakka foyda boshqa foyda. Har ikki kunda birida bemorlarim so'raydi, yo telefonda yoki kelgan o'sha artroz bilan, poliartrit, revmatizm yo bo'lmasa mana shunaqa septik nekroz bilan kelgan kasallar doktor ilik ichsam maylimi deydi. Kimdir kollagen, har xil preparatlarni aytadi. Ko'pchilik menga deydi qo'shnim tavsiya qildi yo bo'lmasa bitta doktor tavsiya qildi, ilik ichsa suyagi yaxshi rivojlanar ekan. Yo'q deyman, sirazi aytaman. Ilik ichib yotish kerak emas. Ilik hech qachon suyak yesa, suyakda yoki bo'g'imda zo'r bo'ladi degan gap yo'q. U mantiqqa to'g'ri kelmaydi. U berga kelib aminokislotalargacha, oqsillar aminokislotalargacha, uglevodlar glyukozaga parchalanib, qaytadan so'rilib, organizmda o'zi kerak narsani hosil qilib oladi. Nabarot,
to'g'ri ovqatlanish kerak. Ko'p bilik yeyish u, конечно, ziyon. Tim более yotibdi bu kishi. Strogo постельный rejim qilgan, ves olib ketgan. Biz uchun kerak emas narsa bo'lganda, bizda to'g'ri ovqatlanib mashq qilish kerak. Asosiy. Keyin mana Hamid aka, rahmat Ma'mur aka. Man misol uchun yotibsiz, 6 oymi, 5 oy yotdim. 5 oy yotdim. Nimani o'ylab yotdi? Yotibsiz, misol uchun kunida nimani o'ylab yotdingiz? Nimalar o'tdi ichidan o'sha paytda? Nimalar haqida o'yladingiz? Bu men 2 soat yotsam hozir уже zerikib ketaman. Qanday yotdi u 6 oy? Menga ham vrach maslahat berganda yoting. Shu odam menga vrach maslahat berdi dedim. Boshida qiyin bo'ldi. Endi o'ylab yotish nima? Men mana to'g'risini aytaman, televizor ko'rib yotaman. Futbol o'ynagan, yugurganlarni ko'rsam, havas qilib yotdim. To'g'risi. Men oyoqqa turib ketishim, mana tovonim, ikkita tovonim yerga tegsa, chidab bo'lmaydigan darajada og'riq berardi. Tovon yerga tegib urilib ketsa, ana shu qayta oyoqqa turamanmi yo'qmi, endi bu yog'i nima bo'ladi? Alloh o'zingga tavakkal, bir yo'l ko'rsat. Nima bo'lsa ham meni bu holatdan chiqishimga o'zing yordam ber. Xudodan so'rayman. Shu narsa. Boshqa narsa yo'q. Mana dasturxonning boshida hattoki kichkina o'g'ilchamgacha duo qiladi. Dadam oyoq-oyog'i tijayib ketsin. Shularning foydasi katta bo'lganda. Yo'q, shu ishlaymiz, shu hozirgi gapingizga javob endi shu tushkunlik yomon narsa ekan. Odam o'zi uchun kurash to'xtatib qo'yar ekan. Biz o'zimiz ko'pincha nima qilamiz? Ishlayapman deymizda, masalan, biron bir jismoniy mehnat qilsak, bizga mashqda nima keragi bor deymiz. Bu bo'lmaydigan narsa ekan. Men boshimdan o'tkazdim, uyimda qo'ldan yasab olganman, endi velikdan yasaganman, veletrenajorim bor va doktor qanaqa maslahat bergan bo'lsalar, endi 100% desam hozir o'zlarini oldida vijdonim qiynaladi. Lekin imkonim boricha qo'limdan kelgancha ertalab turgandan kechqurun imkoniyat boricha o'sha narsa oldiniga men oyog'im qimillamaydi. Men yura olmagan. Mana shu yerga kelganimda ham, meni Zuxolmetga birinchi kelganimda ham shu ana medsestra qizlar yana kimdir bolalar shogirdlar ko'tarib yetgandan ko'tarib olib chiqib yotqizishgan. Men birinchi o'ylagan narsam yurib ketamanmi yo'qmi? Shu savollar miyamga kecha-yu kunduz aylangan. Mana bu bir tarafdan qarang, Ma'mur aka, hozir biz ishlayapmiz, boshqa qilamiz, katta ne'mat-da bu. Hozir o'tirib bir 6 oy yotganlarini tasavvur qilyapman, hech narsa qila olmaysiz-da. Xohish bor ishlashga, boshqa nimadir qilaman deysiz, lekin qila olmaysiz-da uni. Juda katta sinovda bu. Bu juda katta bir nima, sabr, iroda talab qiladigan narsa-da. Oila boshi boshiga qarab qolgan. Allohdan so'raganman. Katta farzandim 18 ga to'ldi, 14-noyabr kuni. Chunki har kichkinamiz 5 ga to'ldi. Bu Alloh o'ziga oson, qanaqadir nimadir, lekin rizqni Alloh beradi deymiz, lekin rizq uchun harakat qilish ham farz. Rizq uchun odam harakat qilish kerak. Nima hamma narsa uchun. O'sha farzandlarim tushkunlikka hozir masalan agar qanaqadir sabab bilan oyoq barmog'imi yo bir joyimni nimadir bu boshqa sabab bilan og'riq bo'lsa, hammasi o'raydi. Nima bo'ldi? Yana boshlandi. Bu meniki mayli. O'zi tushkunlikka tushib qolgan. Ungacha yagona oila boquvchisi siz bo'lgansizda, baribir, to'g'rimi? Shunaqa, hozir ham shu. Hozir ham shu rizq aytdim, rizq Allohdan, lekin nima deydi? Ishlab turmasak bo'lmaydi, iloji yo'q. Harakat qilib turmasak. Endi Zuxolmetga qanday kelib qoldingiz? Urgut qayerda? Zuxolmet qayerda? Bu ham aytganimdek Allohning taqdiri shu Kozim aka vaqtda ishlaydigan 2024 ekanmi? Yanvar oyimi, fevral oylari. Hozir aniq esimda yo'q. Qish oylari shu vaqtda ishlaydigan bir vaqtga murojaat qildim, birov maslahati bilan vaqtda shunaqa yordam. Chunki meni moliyaviy ahvolim, moddiy tomon qiynalib qoldim-da, xarajat topganim shunga ketaverdi. Qarzga ham kirib ketdim. Davolataman dedim. Lekin rezultat bo'lmadi. Yo'q. Hech qanaqa. Natija yo'q, natija nol.
Natija bo'lmadi. Yana Nima uchun stress. unday bo'ldi degan payt qanday javob berdi sizga? Kim masalan? Doktorlar. Yadan so'radingizmi? Nima Yo'q, qilyapti, nima qilyapti o'sha payt? shunaqa, buni davolab bo'lmaydi deydi-da. Nima uchun natija yo'q desam, buni davolab bo'lmaydi. Biz sizga aytganmiz deydi. Nima bilan shug'ullandik? Siz yurmaysiz deydi. degan savol. Yo'q, siz yurmaysiz deydi. Nahotki dedim. Men yana hozir shu bir gapni aytib o'tay. Bir vrach, katta vrach, bir katta muassasani rahbari man dedi, siz nolsiz bu sohada dedi. Men shu sohani odamiman, buni davolab bo'lmaydi dedi. Aytdim, siz bilan bizda dedim, Alloh dedim, oddiy mana ko'zimizni ham, suyagimizni ham bir narsadan yaratgan dedim. Nahotki dedim, shu suyakli kasalni yana davolash yoki sinovni berib, keyin yana o'zi shifo berish o'zini qo'lida. Shuni qilib qo'yishiga ishonsak bo'lmaydimi deganda, bunaqa gaplar meditsinaga to'g'ri kelmaydi. Siz fakt bilan gapirmayapsiz dedi. Shu qayerga borgan bo'lsam, aytdimki, ruhiy zarba yeb kelaverdi. shunaqa. Lekin davolandingiz 10 kun. Shunaqa davolanaman. 10 kun, 12 kun boya Zuhalmetga kelib qolgan sababi gap burildi sal boshqa tomonga. Ana shu Kozim aka davolanganda ham ancha muncha xarajat qilgan. Ya, ko'p. Yo'q, men bitta narsaga aniqlamanda, mana ko'pchilik aytadi, doktorlarni yomonlama, o'zimizni sohadagilarda doktorni yomonlamaydi, boshqa qilmaydi, doktorlarning obro'sini to'kyapsan deydi, lekin mana bunaqa holatlarchi. Yo'q, yomonlashma. Misol uchun bitta narsa Ma'mur aka ko'p o'zimizda kelyapti-ku. Yo'q narsani poliartrit deb gormonni bosyapti, yo'q narsani suyak yemilishi deyapti. Yo'q, suyak yemilishi yo'q aslida. Suyak yemilishi deb kelyapti ko'pchilik. Mana sizga o'xshagan holatlar juda ko'payib ketdi-da. Bu misol uchun biz gapirganimiz u bitta narsada, hay, davololmaysanmi? Davololmayman de. Nima qilasan eksperiment qilib odam bilan? Biz yaxshi doktorlarni hurmat qilamiz har doim, lekin odamga eksperiment qilib bo'lmaydi-ku. Bu motion bo'lmasa, yomon narsa. Ishonch bilan masalan mashinangiz buzilsa ustaga borasiz. Uydirmon qilsangiz ustaga borasiz. Kasal bo'lsangiz vrachga borasiz. Kimga borasiz? to'g'ri. Mana vrachga borganman. Hali masalan Folbinga yo Azayimxonga bormaganman. Men vrachga o'sha vrachni ham so'rab yaxshisiga borganman. Aytgan shunaqa. Ha, balki endi men to'g'ri, avvalosi men hech kimni yomonlamoqchi emasman. Faqatgina nima demoqchiman? Men bu o'zimni boshimdan o'tkazgan narsam odamni shu ruhiy holatga solib qo'yishi eng menga yomon ta'sir qilgan narsa shu. Kozimjon sababchi kelib qolishimga. Borib ko'ring, men gaplash, chunki men o'sha vaqtga murojaat qilishga majbur bo'ldim-da, boshqa ilojim qolmadi. Buni qilgan xarajatni endi hozir aytishdi, ko'p nima o'zimga ep ko'rmayman. Hamma narsa ketdi. Hamma narsa. Sen bo'lasiz 6 oy yotib qolgansiz, 6 oyning ichida 6 oyda o'zi 3 ta больницаga kirib chiqqanmiz. kelib doktor bilan gaplashganda avval Allohdan biz harakat qilamiz deganlar. Men shu gapni kutganman, kimga borsam. Biz harakat qilamiz, shifo Allohdan deganlar. Mana o'zlari hozir o'tirib bilan aytaman. Hozirgacha ham Maysharga keladigan har bir kasalga xuddi shuni aytaman. Shunaqa. Xudo xolasa shunday natija beradi. Meni o'zi endi nima desam, kasalim desammi, kasalligim desammi, davolash bir tomon bo'lsa, ruhiy holatdan chiqarish bir tomon bo'ldi. Bu doktor o'zlari harakat qilganlari, klinika, umuman jamoat hammasi. Jamoat. O'zim uchun chiqish uchun ko'p vaqt kerak bo'ldi. Nima meni holatimni ko'rib, menga yolg'on gapiryaptilar degan fikr ham o'tgan miyamdan. Ancha muncha so'rardi o'zi, shundaymi? Eslaysizmi? Yana shunda ham vaqtimiz chegaralanmagan, devor gapirsak bo'ladimi? Bir kuni o'sha davrda mana bu dorini ichyapti ekan tanishim. Shunday aytsam bo'lmaydimi? Hammasi laxatron, boyagi men har doim aytadigan dorilar o'sha gaplar, marketing hammasi. 1 gram foydasi yo'q. Lekin narxini ko'rsangiz 300-400 dollardan kam emas birortasi.
yana ularni 7-8 podxod ichish kerak ta'sir qilish uchun deydi, lekin ungacha bemor o'zi puli to'kilib boshqa olmaydigan bo'ladi. Har xil operatsiyalar haqida ham tonalizatsiya eslaysizmi? Bo'g'imda ichiga, suyakni ichiga unutilib kosmetika. Akajon, iltimos, sabr qilib turing, qildirmaymiz. Пока что nimadir yangilik chiqsa men aytaman. Пока что hali chiqqani yo'q bunaqa meditsinada. Bu yangi kasallik, realniy yangi kasallik. O'sha payt uchun bizda ham hali uncha ko'p natija bo'lmagandi. Hozir Xudoga shukr, yaxshi o'zi ancha kasallar, tuzalgan kasallarimiz ko'payib qolgan. Bu kishi o'sha tuzalgan kasallarimizdan eng birinchilardan bittasida. Ma'mur aka, mana Hamid aka boshida kelganlarida endi qanaqa holatda edilar? Shuni bir meditsinskiy tarafdan ozgina ma'lumot bera olasizmi? Birinchi kelganlarida bizga qo'ltiq tayoqda kirib keldi bu kishi. Ikkita qo'ltiq tayoqda. Birinchi bergi kelodiz-a, yoqqa kelodizmi? Yo'q, birinchi tayloqda ko'rishib gaplashdik. Tayloqda ko'rishib gaplashdik. Men tayloq bansiga borib qolgan edim. O'sha yerda qo'ltiq tayoqda ko'chada ko'rib gaplashdik. Endi yana bir gap, bitta gap qo'shimcha qilay. Men nima uchun ko'chada bo'lsa ham ko'rishaman dedim. To'g'risi gap, ko'p joyga bordim-ku, vrachlardan sekin-sekin sovib boshladi. Endi xafa bo'lmang. Yo'q. Shu bu odam ham bor haqiqat. Shularni bittasi bo'lmasinda mabodo. Birinchi ko'rganimdan eshitdilar-da meni. Masalan, ko'p joyga borganman, eshitishni xohlamaydi. Shu mana shu narsa, shu men aytganimni qilasan deydi. Eshitmaydi, nima bo'lgan nima. Uni eshitmaydi. Bu odam doktor eshitib ko'rdilar birinchi. Nima? Aytdim, demak qanaqadir gap bilan murojaat qilsa bo'layotgan deb endi gapiraverdim. O'sha paytda men o'zim Tayloq tuman tibbiyot birlashmasiga ish bilan borib qoluvdim. Bu kishi o'sha payt telefon qildi. Siz meni ogohlantirib qo'yuvdingiz. Menimcha adashmasam shunday edi. Shuning uchun ko'tarib gaplashdim. Men o'sha kishiman dedi. Siz nomingizdan chiqdi. Qayerdansiz dedim. Bu kishi Urgutdanman dedi. Keyin как раз men Tayloqdaman. O'sha yerga kelsangiz yaxshi dedim. Bu kishi keldi. Birinchi ko'rganimda o'sha qo'ltiq tayoqda kelyapti. Boshidan boshlanganini deb eshitdim. Haqiqatan o'zi tushkunlikka tushib qolgan. Nechta vrachga borganlar, kasallik qachon boshlandi, qanday boshlandi, asosiy kasalligi bormi yo'qmi, qanaqadir revmatologik kasalliklardan keyin rivojlanadi. Ko'p holatda bu. Yoki bo'lmasa boyagi gormonlarni noto'g'ri qo'llagandan keyin hammasini yaxshilab so'rab, surishtirib, o'rganib, bu kishi aytib berdi hammasini, paytapni qayerga borgan, nima qilgan. Ko'pchilik o'zi qayerga borsang bor, umuman foydasi yo'q. Tamom, operatsiya devorgan yoki ba'zi noto'g'ri vrachlar ham bor, noto'g'ri odamlar ham bor, noto'g'ri maslahatlarni har xil operatsiya boshqa endoprotez emas, boshqa xaltura operatsiyalarda ham taklif qilganlar bo'lgan. Sirazi aytdim, ularni esdan chiqaring. Bu kishining niyati, xo'p, operatsiyadan qo'rqyapsizmi, nima bo'lyapti deb so'radim. Hali MRTlarni ko'rganim, meni dedi, umuman operatsiya qilish niyatim yo'q dedi. Birinchidan. Xo'p dedim. Bo'lmasa sabr qilasizmi dedim. Biz harakat qilamiz. Harakatlarini ko'rdim, Xudoga shukr, unaqa chegaralanib qolmagan. Kam ochib olsa bo'ladi-da. Lekin og'riqlari o'sha payt kuchli edi, tushkunlikka tushib qolgan, o'zini juda ham ko'p muammolari bor edi. Ularni eshitib, suhbat qildik. Ikkovimiz ancha yaqin bo'lib qoldik. Undan keyin ham 3-4 marta har ko'rishganda o'zi yaqin bo'lib ketaverdik. Bu kishida ham menga nisbatan ishonch paydo bo'lib boshladi. Bu kishi yana bir yutug'i o'sha menga bor anonsi bilan, bor yuragi bilan ishondi-da, menim hamma aytganimni maksimallab bajardi. Keling degan paytim ko'rikka keldi, mashq degan paytimiz qildi. Kerak bo'lsa bir-birimizga telefonlashib, bu kishini ham qanaqadir gapi bo'lsa so'rardi. Men shu dorini ichsam bo'ladimi? Hozir men shunaqa bo'lyapti, men shunaqa bo'lyapti. Oxirigacha shunday qilib nazorat qildi. Kelganda lekin holati umuman yaxshi emas edi. Bosqichma-bosqich ana ularni ham oshitdik, ruhiyatini ham. Xudoga shukr. Boshida juda tushkunlikka tushib. Qanchalik buklanardi? Oyog'idagi harakatimi? Harakat to'liq chegaralanib qolmaganda. Ozgina chegaralanish bor o'sha payti. Где-то 15-20 gradusga chegaralanish bor. Anusi MRT bo'yicha necha edi? MRT bo'yicha o'sha payt уже
ikkinchi, uchinchi daraja edi. Ikkinchi, uchinchi daraja. Shunday edi. Shunaqa. Ikkinchi, uchinchi, o'sha operatsiya deyishganda-da, bir bo'lsa davolasa bo'ladi, 2, 3ni hali bizda davolamagan deb aytishgan, qayerga borgan bo'lsa. Endi o'sha birinchi kelgan paytlarda o'sha tuzalish ehtimolini o'zingiz qanaqa baholagansiz? Kalangizda bo'ladi-ku baribir. Endi bu kishiga aytmaysiz-ku. O'zingiz Endi aytsam ham bo'ladi. ha, endi aytsangiz bo'ladi. O'sha payt aytdim-ku, bu kishi birinchi marta menga aseptik nekroz bilan murojaat qilgan odam bo'lmagan edi-yu, ko'rib yuruvdik, davolash etapida edik, lekin hali birorta bir kasalni bu kishini holatiga, bu kishini natijasiga chiqarmagandik hali. Meni o'zimda ham bu narsa shubha bo'lib turuvdi. Hech qanaqa garantiya ham berganim yo'q, umidini ham so'ndirganim yo'q. Xudo xolasa harakat qilaylik. Biz harakat bizdan, natijani har doim Xudo beradi. Bismillah deb akam harakat qilaylik, duo qilaylik. Har doim aytaydim, siz meni duo qiling, men sizni duo qilaman, duoda gap ko'p deb. Bir sverxestvenniy lecheniya ham qilganimiz yo'q. To'g'risi o'sha payti menga ham noma'lum edi. O'shani chiqib ketish, chiqib ketmaslik holati, lekin borgan sari plyus tomonga ketaverdi. Xudoga shukr. Harakat chegaralanib qolgan joyi, yo bir og'riq kuchayib ketgan joyi bo'lgani yo'q. Chunki o'zlari ham sirazu nagruzkani to'xtatdi, mashqni men aytganday qildi. Ichgan bo'lsa ikkita tabletka ichgan, boshqa hech narsa ichgan. Вообще-то shu tuzalishlariga bir ilmiy asos bormi bu kishini meditsinskiy taraflari? Yo'q edi. Yo'q edi. Yo'q, absolutely. Yo'q edi. Hozirgacha ham Hozir ham yaxshilab izlansangiz, bu uzoq qilingan mehnat, uzoq kutilgan natijada bu. Hozir ham ochib qarasangiz kitobda yoki yangi standartlarda hech qaysida yo'q aseptik nekroz, endoprotez. Hech qanaqa na operatsiya, na lecheniya, na orqaga qaytadi. Lekin hozirgacha Xudoga shukr bironta bir bemorimda bo'yinchani sinib ketganini, yo suyagi yemirilib yo'qib ketganini, yo bir yiqilib, afsuslanganini, davolangani uchun unaqasini ko'rganimiz yo'q. Hammasi yaxshi Xudoga shukr. No, bemorning o'ziga bog'liq ko'p narsa berdi. Bemorning o'ziga ko'p narsa bog'liq. Men ham tushunib yetdim. Har xil bemorlar bor-da. Punktualniy bemorlar bor, umuman o'ziga e'tibor qilmaydigan bemorlar bor. O'sha narsa ham ko'p narsani hal qilib qo'yadi. Zo'r. Hamiz aka, siz mana keldingiz. Endi baribir odam ixlos qilmasa kelmaydi. Keldingiz. Bu yerga kelganingizdan keyin nima deydi? Tuzalishingizga ishonganmisiz? Faqat rostini ayting. Endi rostini aytsam rosti ham qanaqa bo'ladi? Avvaliga mana hozir doktor aytganlarida men endi aytaversam bo'ladi. Bu yoqqa kelib davolanishdan oldin 2-3 joyga borib gaplashib ko'rganman. 2-3 marta ko'chada gaplashib ko'rganman. Borib davolansam, hali ruschada aytganga stoyt или не stoyt. Oh. Yomon ko'p beraysiz savollar. Akaga. Diagnozmi? Qaysi klinika? Jumada biz tomondagi. Shunga ham borganman, faqat kirmaganman. Endi men oddiy tilda gapiray, xonaga kiramiz dedilar. Xonaga eslasangiz, tashqariga o'tirib, ko'zimni oldim. Xonaga kirsak dedim, siz xalat kiyasiz, vrach bo'lasiz, men bemor bo'laman. Gaplashishimiz suhbat rasmiy bo'ladi. Xuddi shu gap. Aka-ukadek bir gaplashaylik, menga ochiqcha ayting, meni allamang, faqat to'g'risini ayting. Tushuntiraman. 1 soatlar gaplashamiz. Oxirida yana bitta savol beradigan, yana savol. To'shna tuzaladimi aka, tuzalmaydimi deydi. Aka, meditsinada garantiya yo'q. Harakat qilaylik, Xudo xolasa natija bo'ladi. Harakat qilaylik, natija bo'lishi kerak deb boyagi sabr deb bir balo qilib olib kelib oldik-da. Sal bu kunsiga ham telefon qiladidagina yana aka deb yana shu savolni boshlaydi. Sizni qilib qo'ymadimmi dedi, yo hammasi yaxshi dedi. Chunki tushkunlikka tushib qolgan edi-da. Boshida aytganman, ko'p savol beraman. Shu agar shu boshingiz og'rib ketmasa dedim, savolim haligi to'lib ketgan. Endi vrachni vazifasi eshitish kerak-da, eshitmasa bo'lmaydi-da. Men o'sha har joyda yurib, ko'chada ko'rib gaplashib, endi shu vrachni qo'llarida davolansam bo'ladi degan qarorga kelganman. Ishonch bilan kelganman lekin. To'g'risini ayting dedingiz, tavakkal qilib endi Allohga tavakkal qilamiz, lekin endi borib shu odamni qo'lida davolansam bo'ladi degan reja bilan kelganman. Maqsad bilan. Sezganmisiz shu yaxshi natijalar bo'lishini? Gaplashganimdan keyin sezgan. Demak, bu odam meni eshitdimi? Nimani o'ylaganman? Bu odam masalan men borsam,
ikkalamiz gaplashamiz, uyga borgandan keyin yo ishdan bo'sh vaqtlari mana shu kasallikda yana yangi nimadir izlanadilar deb o'ylaganman. Chunki meni oldimda yuzlari yorug' bo'lishi uchun ham nimadir qiladi degan miyamda shu narsa fikr kelgan. Men misol uchun Hech bo'lmasa shu odam meni allamaydi deb ishonganda bekorga xarajat qildi. Menga shu narsa qiziqda Ma'mur aka. Endi hozir agar hozirgi holatda bo'lsa, bizda necha mingtalab guruhimizda odam bor, yo'qda ochiqda hech kimnikini o'chirmaymiz. Kimdir natija olmasa yozadi, aldansa yozadi. Endi uni 3-4 mingta 3 mingga yaqin anaqa bor guruhimizda. Ochiq biron marta kimnidir kasallik haqida yozgan narsasini o'chirmaganmizda haligacha. U yerda yozishi mumkin-da, yoki odamlar kiradida 5 kun kuzatsa o'zi biladi qanaqa doktorligini, savol-javob hamma o'zini fikrlarini yozadi. Yaxshi bo'lganlar rahmat deydi. Keyin Telegram kanalimiz, Instagram, YouTube'larda ancha biz auditoriyamiz kattalashdida, rezultatlarni olib chiqyapmiz. Siz o'sha paytda bu kishini na Instagrami bor, na Telegram hech narsalari yo'q-da. Hech kim tanimaydi, xalq tanimaydi hali. Nima sabab bo'ldi? Aynan shu kishiga ixlos qilib ishonishingizga. Sen bo'lib mana aytyapsiz, kelishingizdan oldin o'ntalab doktorga borganman, doktorlardan ixlosim qaytib ketgan, o'sha doktor desa umuman ishonmaydigan bo'ldim dedingiz. Nima sabab bo'ldi shu Ma'mur akaga ixlos qilib ishonishingizga? Yo'q, aytdim-ku, eshitdilar-da meni. Quloq soldilar. O'sha gapimni bo'lmay, bu odam vrach odam. Vrach odam. Shuni ham bir eshitib ko'ray dedilarmi? Shu odamni. Oxirigacha eshitdilar-da. Men o'zim ham endi qanaqadir salgina endi xarakterim ozroq injiroq xarakterim bor, lekin eshitib ko'rdim, demak bu odam mendan ham injiq ekan deb o'yladim. Eshitdilar, lekin masalan oldin bitta kasalxonada davolanganimda xuddi shunaqa muomalani qilgan vrach bor edilar. Mabodo u kishi ko'rsalar yomon xayolga bormaslar, faqatgina u yerga nima desam, davolandim, bir haftami 10 kunmi davolaganimdan keyin menga o'sha yaxshi bir maslahat bergan odam bo'ldilar. Faqat meni mablag'im tugab qoldi borishga. Bora olmay qoldim. Shuning uchun mabodo ko'rib qolsalar, bir narsa qilsalar, endi bitta qozonga hamma qaynab ketmaydi. Shu odamdan minnatdorman. Endi qaysi nimaligini hozir aytib o'tirmayman, lekin shunaqa ishonch, bu odamga bo'lgan ishonchim oxirigacha, oxirgi so'zimga men ko'p bir marta gaplashganimda reja qilib kelaydim, ana shugacha gapiraman. Oilam to'g'risida keyin gapirganman. Mana shunaqa vaziyatim shunaqa. Mana katta farzandim, mana shu yotib qoldim. 9-10 sinf o'qiydigan farzandimni, qizimni Kanikulda ishlatishga majbur bo'ldim-da. Shunaqa darajaga bordiki, tushkunlik vaziyat, Allohga shukr qilaman. Mana hozirgi holatimga shukr qilaman. Vaziyat shunaqa bo'lib qoldiki, pulim borida hech qanaqa klinika bo'ladimi, xususiy bo'ladimi, davlatniki bo'ladimi qaytarmaganda. Bu kasalni davolab bo'lmaydi demagan. Pulim bor edi. Pul tugagandan keyin yopildi eshikni. Ana shu narsa menga yomon ta'sir qilgan narsa ana shu narsa. Juda yomon ta'sir qilgan. Chunki men qanaqa yo'l bilan, qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar aytgan vaqtda pul bilan borganman-da. Ukoldori mana so'rayman, birashdan qanchalar masalan mablag' xarajat bo'ladi. Masalan shuncha xarajat. Shuni qilib borganman. Masalan 3 marta, 4 marta davolaymiz degan, 2 martada pul tugasa, o'sha 3-4-sini uni rad qilgan. Buni bo'lmaykan deydi. Demak, harakat shu 2-3 tada natija ham bo'lgan yo'q. Yo'q, natija bo'lgani yo'q. Oldinga qarab yurish bo'lmadi. Yo'q, bo'lmadi. O'sha davolanaman shu odamga aytdim-ku, men o'zlariga ham aytaman, xafa bo'lmasinlar, men hozir 100 ko'zlarcha aytaman, 3 marta kamida 4 marta gaplashib ko'rib, keyin qo'llarga davolangani kelganman. Davolangani yotganimda ham demak bu odam meni eshitadi deganman. Quloq soladi deganman. Chunki bu 2-3 daraja deb mana aytdim-ku, necha joydan qaytgan bo'lsam,
YouTube'ni kuzatsam, ana shu xuddi shunaqa intervyularni men kuzataman. Men hozir ham xohlayman, ko'nglimdan gapirishni. Shu odam tuzalibdi deb ularga qanaqa bilmayman. Masalan, bizlardagi hozir Xudoga shukr, men tirik guvohman, boshimdan o'tkazganman. Men birovga aytib bermayapman. Hozir men sog'ayish jarayonida, mana yuribman, o'z oyog'im bilan o'tiraman, turaman. Menda shu narsa bo'lmaganday, o'sha kasallik, men kasallanmaganman. Xuddi shu narsa miyamda hozir bor. Shunaqa intervyularda shularni ko'rsam, shuni havas qilaydim. Shularni undan o'qamiz. Mana ham xuddi shunaqa qilib tuzalib ketsam, deb Xudoga shukr qilaman. Mana shu kunga yetkazganiga shukr qilaman. Zo'r. Mana vrachni o'zlari meni qanaqa desam, odamni bor yo'g'iga odamgarchilik birinchi o'rinda turadi. Endi bu paxta qo'yish bo'lmasini, to'g'risini aytaman. Masalan, pul bor yo'qligi qiziqtirmaganda bu odamni. Chunki qaragan o'zi birga kelgancha bo'ladi bu bo'lgan. Endi bu yog'i ko'plik qiladi, yiqiladi odam. Unday o'ylasangiz, endi yana bilmadim, men hozirgacha o'sha praktikamda hali yosh bo'lsam ham, agar pul uchun davolasa Xudoyim natijani bermaydi. Nabarot shu odamni tuzatishim kerak, ey Xudo yordam ber desa, o'shanga nabarot Xudoyim yordam beradi. Natijaga ishlash kerak-da. Qarangda, mana endi qanaqa bitta taxminan bitta summa aytaman. 5 million so'm bilan davolaydigan odamni 1 million bilan ham o'sha ukol-dorilar qilsa bo'lar ekanda. Men shuni bildim. Qanaqadir yo'li bor. Masalan, o'zlariga ham aytganman, hazillashib, agar ikkalamiz kelishmay qolamiz, og'riq qoldiruvchi qo'shmang deganman. Chunki men tuzalish o'zimdagi kechayotgan jarayonni sezmay qolaman-da, og'riq qoldiruvchi qo'shilgandan keyin. Menga og'riq qoldiruvchi bermagan bu odam biron marta. Faqat aytganlar, ukol dorilar davolanish jarayonida kechasiga og'riq kuchayadi deganlar. Kuchayishi mumkin. Bitta og'riq qoldiruvchi yozib berganlar, 10 ta. Shu 1 yildan oldingi yanvar oyi kelgan bo'lsam, endi men 2025 yanvar oyi davolanib ketgan bo'lsam, shu vaqtda beruvdilar. Og'riq qoldiruvchi. Shuni ichmay yurdimda, ichishga imkoni bo'lmadi. Qanaqa desam, ehtiyoj bo'lmadi shuni ichish. Ehtiyoj bo'lsa iching deganmiz, chunki mashq to'xtab qolsa bo'lmaydi-da. Mabodo og'riq hisobiga mashq qilmay qo'ysa, lutf undan ko'ra og'riqni kamaytirib mashq harakatini qilish kerak edi. Shu birinchi marta adashmasam 2024 kelgansiz. 2024 qaysi oy edi? Shu bahor oylari edi. Oxir emasmidi? Yo'q, 24 maymi? Men kelganman. Vaqt siz bilan telefon orqali boshqari Kozim aka bilan gaplashganimda oldin davolangan klinikamga borganman-da. Biz unaqa odamni tanimaymiz. Biz gaplashmaganmiz dedi. Keyin o'ylanib turdimda, keyin yana Kozim akaga telefon qildim, keyin yo'qolmaydi dedilar. Keyin nimadan navigator qilib YouTube'dan ko'rib, men bu Yandex deganday ko'rib qarab, keyin telefon qilib birinchi sizni telefonlashdim, shuda bo'laman. Topib kelishimiz qiyin bo'lgan. U odam ham qanaqa kirib kelgan bu ichkari joyda, topib kelish qiyin narsa. Xudoning o'zi yo'l ko'rsatgan. Bu kelib so'raganimda kim kerak sizga deyishgan administratsiyada qizlar, Shavkat doktor keraklar degan. Shavkat ular menga qarab hayron bo'lib turibdi. Nima qilasiz degan, mana nomerlari gaplashganman deganman. Keyin ular tushungan men tanimasligimni, chunki bu odamni ko'rmaganman-da. Sizni ko'rganim bilan bu odamni ko'rmaganman. Keyin siz bilan gaplashganman, shunaqa vrach bilan shunaqa gaplashdim. Keyin u yog'i shu davom etib ketdi-da xullas. Ha, mana keldingiz Uxalmedga kelgandan keyin bir nima xotiralar qolgan o'sha paytlardan-da? Keldingiz bu ana bir qisqacha bir to'xtalib o'tib. Birinchi marta lecheniya olish. Ha, birinchi lecheniya olishni boshladingiz mana Uxalmedda. Endi shu qanaqadir esda qolarli voqealar bo'lganmi? Davolanishni boshladingiz, nimalarni his qildingiz o'sha paytlarda? Davolanishni his qildimmi, to'g'risi oldiniga yana
yotaman bir hafta 10 kun yotaman, yana uyga boraman, yana shu ahvoldagi. Men miyamdan stressdan chiqishni hozir aytaman, juda qiyin bo'lgan. Stressdan hozir aytaman, men umuman hech kimga ravo ko'rmayman bu narsani. Mendagi miyamdagi stress, men boshimni ko'tarolmay yotib qolganman shu stressning zo'rligidan. Kelganimda davolanish, birinchi marta davolanishimda endi birdan nima deydi, natija odam sezish qiyin. Aytdim, miyada stress bor. Shuncha aytsam ham baribir og'riq qoldirish qo'sh tushiradigan. Ha, demak og'riq qolganda. Yomon ko'rdim hammani. O'zimga masalan endi navoda buni to'g'ri tushuning. Nima deydi? Gap yoqmay qolganda, o'sha masalan kim ko'rasiz? Hol so'rab kelgan odam bilan ham gaplashib kelmay qolgan. Keyin sekin birinchi davolanib ketgandan keyin yana 40 kundan keyin keldimmi? Ikkinchisida yana keldim. O'sha kelsam qanaqadir yengillik bor. Keyin nima deydi? Qanaqa ma'noda har kim har xil ma'noda tushunadi-yu, muhit boshqacha. Muhitda menga yoqqan tomoni muhit. Bu yerdagi muhit. Qanaqa? Как раз shuni bir so'ramoqchi edim sizdan. Men misol uchun bu yerga kelgunizgacha bir o'nlab klinikalarga borgansiz, davolangansiz. Shu nimasi bilan ajralib turadi o'zi qolmaydi o'sha boshqa klinikalardan. Endi men misol uchun ularning yomon tarafini ayting demoqchi emasman. Bizda nima ustunlik tarafimiz borki, bir mana siz juda ham yaxshi ko'rasiz-da bizni. Kasallar tuzalishiga yordam beradigan muhitmi bu? Muhit qanaqa muhit? Endi hamma joyda ham muhit yomon emas. Faqat sizda men bordim, vrach nimani yozib bersa, shuni olasiz, hamshiralar o'shani qiladi, ukol dorini. Muhit shuki, boya aytib o'tdim, ikkita narsa turibdi bir xil. Bir joyda bu bozor iqtisodiyoti bu. Buni ham to'g'ri tushunaman. Bir joyda 10 ming turibdi, bir joyda 1000 so'm turibdi. Bu yerda o'shani 1000 so'mligini topib kelishadi. Kasalli iloji boricha o'zi kasal-ku. Yana unga haligi zo'riqish, ya'ni nima deydi, nagrizga qilmaslikka harakat. Pul tarafdan. Ana shu moddiy tomondan. Menga birinchi, chunki men mani og'riqli nuqtam shuda. Bu kasallikka uchrab, menga ruhiy zarba bergan narsa ana shu pul muammosi bo'lib qoldi. Menga maslahat berganlar bo'ldi. Manaman degan boylarni ko'rdim, davolataman deb ko'p xarajat ketayotgan deb, ketadi bunga deb o'ylab protezga rozilik beriladi deganga, men sen eplolmaysan bu narsani degan. Men o'zimga aytgan. Bu narsaga sen chidamaysan, eplolmaysan, chunki ser xarajat narsa degan. Chunki bu yerga kelgan vaqtim, masalan, mana nima endi retsept deymiz. Dorilar ro'yxati o'zbekchada nima deyiladi bilmayman. Shu retseptni 2 marta hisoblatganman, 3 marta hisoblatganman. Masalan, boshqa joyda 10 million, 12 million chiqardi. Ko'p chiqsa 3,5, 4 million nima deydi? Shunaqa 3 dan biri chiqadi-da. Lekin sifati hammasi o'sha bir xil narsa. U nima o'sha narsani izlanish kerak ekan demoqchiman. Masalan, vrach o'sha narsaga e'tibor bersa, klinika shu narsaga e'tibor bersa, buni qilsa bo'ladigan narsa ekan. Shunisi menga yoqqan tomoni, menga ma'qul kelgan. Yoqqan desam qanaqa tushuniladi? Ma'qul kelgan tomonida endi. O'zi bizda ham bir Вообще klinikada o'zimiz shior qilib olganmiz. Nafaqat ma'muriyatga, butun bir klinikamizni bir qadriyati bu. Kam dori, yuqori natija. Harakat qilamiz maksimal kamroq dori ishlatishga. Endi ma'muriyatga ham kam dori ishlatishga harakat qiladi, ham iloji boricha arzonroq dori ishlatishga harakat qiladi. Maksimal faqat u boy bo'lsa ham uni kissasini o'ylashga harakat qiladi-da. Kamroq xarajat qilib shu odam yaxshi bo'lsa ham degan bir o'zlariga aniq qilganlar. Chunki kasal bemor bizga murojaat qilib keladi, biron joyi og'riganidan, ahvoli og'irligidan murojaat qilib keladi. Uni puli ko'pmi, kammi, anosi yo'q. Ko'pchilik sizni holatingizdagi bemorlar o'zi bizgacha to'kilib keladi. Unga yana nagruzka qilib har xil qimmat dori, kerak emas dori yozadigan bo'lsak, bir yaxshi odam anosi esimdan chiqdi. Boyagi qiynalgan odamni shilish, o'likdan kafan yechib olishdek gap degan gapi menga juda ta'sir qilgan.
Shuning uchun hech qachon bunaqa yo'nalish bilan harakat qilish bu juda noto'g'ri deb hisoblayman. 2 yildan oshiq masalan shu yerda davolangan bo'lsam, endi o'shani nima deydi? Ko'rdimda natijasini. Bildim, shuni o'zimdan xulosa qildim. Ular nima deydi? Pul endi men bilmadim, o'zimning shaxsiy fikrim bor. Hammaning o'zining shaxsiy fikrim bor. Klinikaga kelgan vaqtim pul birinchi o'rinda turmas ekan degan narsa o'tgan. Xuddi mana shu yaqinda Angliyada bitta holat bo'ldi. Men bitta endi biz har doim bemorlardan 6 oy davomida telefon qilib so'rab turamiz. Xolos, sizga ham telefon qilishgan bo'lsa kerak. Yo, telefon qilishadi. Men o'zim ham telefon qilib turaman. Bir kuni bittasiga telefon qildim. Bitta ayol kishi, balkim ko'rib qolarlar. Telefon qilyapman. Men kamdan-kam telefon qilaman. Uni случайно telefon qilaman. Bitta ayol kishi ko'tardilar. Ma'mur akani qabullariga kelib ketgan ekanlar. 10 kun atrofida bo'lgan kelib ketganlariga keyin so'radim, bizdan bir kamchilik o'tmadimi? Hammasi yaxshimi dedim. Aytibdilar u kishi, yo'q, haqiqatdan ham sizlar pul uchun emas, odamning tuzalishi uchun ishlar ekansizlar. Haqiqatdan ham halol ekansizlar. Bo'lmasa u odam birinchi marta kelishi. Endi mana siz 2 yil bo'ldi-ku, mana shu gaplarni aytyapsiz. U kishi birinchi marta kelib chiqqanlaridan keyin shu fikrni aytyaptilar-da, sizlarda pul birinchi o'rinda emas ekan, halol ekansizlar. Bunaqasini ko'rmagandim deyapti-da. Endi shu o'tirib men juda ham xursand bo'ldim. Qilayotgan mehnatlarimizni mazza qildim. Haqiqatan ham mazza qildim. Unaqa bir nima deydi? Uni bir uni og'irini yengil qilyapsiz. U qancha duo qiladi, kasalligidan forig' bo'ladi, mazza qilasiz bu narsalarni eshitib. Uni mazasi biz shu uchun ishlaymiz-da. Lekin o'zimga savol berganlar bor-da, Zuhalmet qancha pul berdi ana shu intervyu uchun? Sizgami? Telefon qilgan. Qaysi boyagi video uchunmi? Hech qanaqa bir to'g'ri buni ko'pchilik ko'radi. Men hech kim tanimaydigan odamman. Masalan, men bir mashhur aktyor, bir mashhur bir kimdirki bo'lsam, reklama qilib bersam, men gonorar olaman uning uchun. Menga bu narsadan foyda yo'q. Menga nima demoqchiman? Men ko'nglimdagini gapirmoqchiman. Men ko'p boshim urildi, ko'p ovora bo'ldim, qayerlarga bormadim, nimalar qilmadim. Hozir ana shu yo'lni boshida turganlar bor-da. Avvalo Xudo, lekin shunaqa bitta men emas-ku bu kasallik bilan. Bir $100,000 berdi. Bitta endi protez ham qo'yib berdi, demabsiz-da? Zo'r bo'laydi. Oyoqni ochib ko'rsatgan joylarim bo'ldi. Operatsiya qildirmagansan deganda. Bu rasmlarni, MRTning rasmlarini shu videoga olib qo'yamiz nasib bo'lsa. Endi qarang Hamid aka, mana keldingiz, asta-sekin tuzalishni boshladingiz, to'g'rimi? Uje mana turib, o'tirib, mana yaxshi yurganlaringizdan keyin mana kayfiyatli baribir asosda odamga ishonch paydo bo'ladi. Mana shu holatda mana tuzalish jarayoningizda hayotingizda nimalar o'zgardi? Nimalarga ta'sir qildi hayotingizdagi? Tuzalish jarayoni faqat foydaga ta'sir qildi, plusga ta'sir qildi. Ishimni davom ettiryapman. Men shuni yaxshi ko'raman, qanaqadir o'sha Kozim akaga ham aytganman. Masalan, birovdan kimdir haligi nima deydi? Bir narsani hadeb so'rab olavergandan ko'ra, bir marta vaqt menga yordam bersin, men oyoqqa turib olay. O'zim mehnat qilib, o'qitib, mehnat qilib oilamni ta'minlashni men shuni birinchi o'ringa qo'yaman. Shu men nima jarayon, shu jarayon ishimga yaxshi ta'sir qildi. Ishimni davom ettiryapman. Farzandlarim hammasi kayfiyati yaxshi. Xudoga shukr. Mana hozir qo'shib kelib, mana katta qizim student, Xudoga shukr, bu universitetga kirdi. Ikkinchisi tayyorlanyapti. Bular o'sha dadam ketdilar, tamom. Hamma narsani yig'ishtirib qo'ydi. Bu narsani aytdim-ku, u yerda yashaydigan, men bilan yashaydigan odam biladi. Uni boshqa odam bu narsani Alloh biladi, lekin sinov qaysidir darajada men uchun, meni o'zimni darajamdan sinov og'irroq keldi. Sinov ham odamni darajasiga qarab berilar ekanda. Zato keyin yaxshilari bo'ldi. Ya, hozir Xudoga shukr. Bunaqa men roziman shu narsaga, chunki behikmat hech narsa bo'lmaydi. Endi men bu doktor bilan siz bilan xuddi mana shunaqa qilib gaplashib o'tirish nasib qilib turibdi. Bu narsalar faqat xayolda. Alloh aytadiki, qop-qorong'i kundan keyin yorug' keladi, Xudo xolasa. Har bir kelib ketganimda bitta nimadir yangi reja paydo bo'ladi.
Bir mana misol uchun o'sha yotgan paytlaringizda, pastelniy rejimda yotgan paytlaringiz baribir tuzalish jarayonlari ancha payt baribir nima deydi, qiynalgan paytlaringiz bo'lgan. Endi bizda ko'pincha gap borku, do'stlar puling ketganda yoki boshingga musibat tushganda bilinadi. Kim shunaqa bir alam qiladigan holatda bo'ldimi? Kimdir yuz o'girgani yoki bo'lmasa kimdir bir ustidan kulgani, shunaqa holatda bo'ldimi sizda ham? Ay ko'p bo'ldi, endi bilmasam buni qaysi biri ishlagan joylari judayam nima deydi, qo'yini qanaqa tushunasiz? Endi bu kuzatuvchilar ham ko'rib turibdi, bu ham gapni olayotgan deb. Nima deydi, oxiriga shu mukofotgacha yetib boradigan darajaga rejimni buzmay ishlagan joylarim, bayram arafalari qanaqa xizmat bo'lsa, uka, masalan, katta tashkilotlarda, masalan, xususiy mana bir ishlab chiqarishlarda rahbarlari ba'zilari o'tib ketishdi, ba'zilari bordir, balki ko'rib qolishar, o'tganlarni Alloh rahmat qilsin. Qanaqa xizmat bo'lsa, 3 yil davomida, 2 yil davomida ishlagan bo'lsam, biz hamma vaqt xizmatda deganlar telefonni o'chirib tashlagan vaqtlari bor. Men ochiq aytaman, pul so'radim, nima qilaman? Kuchim yetmay qoldi, ilojimni qila olmadim. Mana shunaqa mablag' faqat yeb ketadigan emas. Ma'lum muddatga ikkalamiz kelishamiz. Shu ma'lum bir muddatda qilib beraman sekin. Telefon raqamlarini birovlarga telefonini berib bandlar. Falon joyda yig'ilishdalar. Umuman telefonni ko'tarmaganlar. Endi bular ko'p bo'lgan. Lekin o'zimizdan endi ko'rib qolsalar, nomlarini, ismlarini aytmayman. Yordam qilganlar ko'p bo'ldi. Men buni tan olaman. Nima deydi? Men kutmagan joydan qarzga so'ragan vaqtim buni olasiz. Qachonki pul qo'lingizga qaytsa, pulingiz bo'lgan vaqtda shunaqa o'zingizga o'xshagan odamni topib berasiz deb berib ketganlar. Menga qaytarib berasiz demagan. Yaxshi odamlar ham ko'p. 2-3 martalab, endi summasini aytmayman, yaxshigina pul. Ana shuni katta qizim hammasini yozib qo'ygan. Ro'yxatga olib qo'yibdi. Xudo xohlasa ishga kirsam, o'qishni bitirib chiqsam, endi qiz bola baribir bir narsa umid qilmaysiz-ku. Kishi bandasi deymiz. Yaxshi ishga ishlasam, o'qib chiqsam, hammasini qaytarib beraman deb bergan pullarigacha yozib qo'yibdi. Yaxshi niyatda Xudo yetkazadi, shunaqa narsa bo'lsa. Ya молодец. Bularni ham yaxshilik ham bo'ldi. Sinovda yo yomonlik deymizmi, shunaqa vaziyat ham bo'ldi. Aytdim-ku, pulni menga qaytarmaysiz. Bitta odamni topasiz, kimnidir, shunaqa bemor odamga berasiz. Men bu puldan kechdim deb berib ketgan odam bo'laman. Ilohim shunaqa qolganlar ko'p bo'lsin. Sizga kasallik sizga nimani o'rgatdi hayotda? Endi bu nima deydi? Buni yengib o'tish ham bir katta matonat talab qiladi. Nimalarni o'rgandingiz? Bunchalik matonat bilmadim-u, joy nima gap bo'lib ketsa kerak, matonat esa sabrni o'rgatdi birinchi o'ringa. Sabrni. Keyin kurash, nimagadir harakat qilib, hayot o'zi uchun odam harakat qilish kerakligini o'rgandim. Men shuni o'rgandim, chunki birni ko'rib fikr qil, yana mingni ko'rib shunaqa maqol bor. Ko'proq odam bilan, masalan, qanaqadir sohaga ishingiz tushsa, bitta emas, 2-3 ta odam bilan maslahatlashib ko'rishni o'rganing. Masalan, kimnidir fikri sizga to'g'ri kelib qoladi shularning orasida. Siz shu bilan fikrdosh bo'lib qolasiz. Ham sizni eshitadi, ham siz odamni eshitasiz. Shu kurashuvchanlikni o'rgandi. Odamzod kurashmasa, qanaqadir harakat qilmasa o'zi uchun, endi o'zi tushkunlikdan yomon narsa yo'q ekanda. Bu hayotda tushkunlik eng nomi shayton deymiz. Tushkunlik odamni eng yomon narsa, ahvolga solib qo'yadigan narsa tushkunlik ekan. Shuni bildim. Kurashuvchanlikni, kurashishda, harakat qilishda, ayniqsa shu kasallik shu narsaga meni tarbiyaladi.
Ma'mur aka, nimani hisobiga shu Hamid aka mana yotib qolgan joylarida hamma operatsiya deb turgan paytda hozirgi tuzalish darajasiga erishdilar? Buni qanaqadir bir ilmiy asoslar bormi yoki qanaqadir Avvalambor- tasodifmi bu yoki? Avvalambor Allohning irodasi. Birinchi o'rinda birga so'radik, farzandlari so'radi, yaqinlari so'radi, Xudoga shukr berdik. Ikkinchidan, ikkalamiz sabr qildik, bu kishi bilan men harakat qildik, Xudoga shukr. Xatolarsiz to'g'ri harakat qilganimiz uchun Xudoyim bizga to'g'ri natija berdi aka. Qanday ilmiy tomondan siz ko'proq ilmiy tomondan isbotlashni yaxshi ko'rasiz. Ko'pchilik kelyapti menga. O'sha har xil boya men aytayotgan protseduralarni qildirib tashlagan. Vnutrikosniy inyeksiya qildirgan, bo'g'imni ichidan ukol qildirgan, tunnelizatsiya qildirgan, unaqa qildirganlar nabarot kasallik kuchayib ketib, harakat boyaga boya siznikini aytdim-ku, 15, 20, 25, 45 gradusgacha chegaralanadigan bo'lsa, proses yangi bo'ladigan bo'lsa, ko'p nagruzka berilmagan bo'lsa, ortiqcha vazn bo'lmasa, bemor ko'p yurib tashamagan bo'lsa, aytgan biz beradigan tavsiyalarni vaqtida bajarib, dorilarni vaqtida ichib, vaqtida ko'rikka keladigan bo'lsa, albatta hozir bitta bu kishi emas, tasodif bo'lganda bitta shu kishi bo'lardi. Xudoga shukr, hozir ham kuzatuvchilarimizni orasida juda ham ko'p. Xudoga shukr, mana shu bugun ertalab ham bir ismlarni aytib o'tirmaymiz. O'zimizda ustozimiz, vrachimizni qizlarini davolayapmiz. Natija juda ham yaxshi. U kishiga ham xuddi shunaqa boshqa Samarqanddagi eng zo'r vrachlar operatsiya qildirasan, boshqa hech qanaqa davo yo'q deb aytishgan. Hozir mana iyul oyidan beri o'shani nazorat qilamiz, natija zo'r. Xudo xolasa yaqinda umraga bo'ladilar, bizni duo qiladi, nasib bo'lsa. Shuning uchun birinchi o'rinda nima demoqchiman kuzatuvchilarga ham, mutaxassis tanlashda adashmaslik kerak. Kasallik boshlandimi, даже bu kishidan ham, bu kishi ham ozgina vaqt o'tkazgandi. O'rtada yoqqa bordi, bu yoqqa bordi, biz bilan ham muloqotga kirishgandan keyin birdaniga lecheniyaga kirishib ketmadi, so'radi, qancha sinab ko'rdi. Hozirgacha ham guruhimizda qancha kuzatuvchilarimiz bor. Men sizni deydi 6 oydan beri kuzatyapman deydi, yo 1 yildan beri, yo 3 oy, 4 oydan beri kuzatyapman deb keyin keladi-da. Shuning uchun harakat qilish kerak, to'g'ri mutaxassis tanlashga. Ayt va birinchi o'rinda kasalligini o'rganish kerak bemor. O'zini kasalligini o'rganib olish kerak. Shunda aldanmaydi boshqa vrachlarga. Boshqa ozgina ilmi, balkim ilmi yo'qdir, balkim aldamoqchidir, balkim boshqa ma'no bordir. U Xudoga ayon men bilmayman. Balkim pulini shilmoqchidir, balkim unaqa emasdir. Shuning uchun bemor o'zini kasalligini, ras surunkali kasallik, bizning kasalliklar, revmatologik kasalliklar, revmatoid artrit, poliartrit bor, asitis nekrozom surunkali o'tkir boshlanadi-yu, buyog'iga surunkali kechadigan kasallikda birdan to'liq yo'qib ketmaydi, to'liq davolashda iloji yo'q. Unaqa kasalliklarda bemor обязательно o'rganish kerak. O'zini yaxshi mutaxassisni topib, o'rganadigan bo'lsa, ertaga xato qilmaydi. Xatolar qancha kam bo'lib, to'g'ri harakat bilan bemor qancha to'g'riga qarab ketaversa, Xudo xolasa natijani beradi. Biz chunki bu kishiga o'xshagan bemorlarni poliartrit, boshqa valchanka, boshqa revmatologik kasallarni biz kuzatdik, o'sha biz bilamiz. Bular mana u yo'ldan yursa nima bo'ladi, bu yo'ldan yursa nima bo'ladi, gormon olsa nima bo'ladi, hassada mastagini oyog'ida yursa qanday bo'laydi. Bizda aytgandek vaqtinchalik hassada yurib, keyin to'g'ri yo'lga tushib olsa qanday bo'ladi. Hozirgacha ko'p kasallarga, bemorlarga hassaga olishga qiynalaman, oldirishga. Nima deydi? Qo'shnim nima deb o'ylaydi? Akam nima deb o'ylaydi? Hamshayam nima deb o'ylaydi? Qarindoshim nima deb o'ylaydi? Birinchi o'rinda sizda ularni nima deb o'ylashimi yo sog'ligingiz muhimmi deyman-da. Menga ham savol vazn, boshqa shunaqa anovlar bor, kriteriyalar bor. Ularni hammasini hisobga olib to'g'ri harakat qilinsa, xatolarsiz iloji boricha imkon darajasida natija mana shunday bo'ladi, xudo xolasa. Zo'r. Вообще-то уже qilgan hojat qomadingiz oqiga ham yaxshi tushuntirib berdingiz hammasini. Nima deymiz, ishqilib birinchi navbatda odamlar kasal bo'lmasin. Ikkinchidan kasal bo'lsa ham ilmli, boyagi tajribali, malakali shifokorlarga uchrashib, shunaqa tezda davo topib ketishsin hammasi. Yana nima deymiz?
aldanib qolmasin doktorlarga. Ko'radigan vrachlarga Ha, boramiz. keyin doktorlarga ham aytamiz, bilmagan narsasini davolamasin. Shu lutchi biladigan mutaxassisga jo'natsin, chunki odamning salomatligi bu birinchi o'rinda hamma narsadan. Sizlarga rahmat qatnashganlaringiz uchun. Yana sog'ayib ketib, hech qachon endi kasal bo'lmang. Mana farzandlaringizni kamolini ko'rib, mana katta qizingiz ham tabriklaymiz birinchi navbatda universitetga katta grant yutib kiribdilar. Iloyim yaxshi mutaxassis bo'lib chiqib, xudo xohlasa yetuk bir kadr bo'lib yurtga xizmat qiladigan bir kadr bo'lib yetishsinlar. Rahmat hammalaringizga. Katta rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Men boshimdan o'tkazadigan kasallikni boshidan o'tkazadiganlarga xuddi menday Xudoga shukr qilaman, sog'ayib ketsin hamma. Tushkunlikka hech kim tushmasin. Keyin klinika uchun tilagim, mana doktor har doim sog' bo'lsinlar. Asosiysi Alloh issiqjon isitmasi bor deymiz, kasal bo'lmasinlar. Doktor kasal bo'lsa, keyin kutib qolishga to'g'ri keladi, sog'ayadi. Ishlariga rivoj, bola chaqa vaqtiga sog' bo'lsinlar. Har doim sizni ham har doim qiladigan mehnatingiz, mana shuncha o'ylab, bu hamma narsa ovoragarchiliklarni, sarsongarchiliklarni kamaytirish uchun, iloji boricha qisqartirish uchun qiladigan narsalar. Meni tushunishim bo'yicha. Shunday. To'g'ri maslahat, odam maslahat yosh tanlamasa kerak. Biladigan odamdan, o'zimdan yarim yoshim bo'lsa ham shu narsani biladigan odam bo'lsa, shundan maslahat so'rashdan tortinmayman-da. Qiladigan ishlaringizga hammasiga Alloh rivoj bersin. Klinikani hamma jamoasi sog' bo'lsin. Chunki vrach davolayaptilar, rahmat, shukr, lekin butun jamoa bu narsa uchun jon kuydiradi. Hamma baravar. Shunday. Mana shu jamoani birdamligi, ahilligi buzilmasin. Rahmat. Yana qachondir nima deydi? Bir kasallik tufayli emas-u, bir-birimizni ko'rganda Alloh yerga qaragilik qilmasin. Shunday. Ana shuni tilayman men. Hammaga sog'lik, salomatlik, ishlaydigan, xizmat qiladigan kim bo'lishidan qat'iy nazar klinikani rahbarlari bormi, xodimlari bormi, hammasiga rahmat. Men chunki shu klinikadan foyda topdim. Agar mabodo biror kim savol tug'iladigan bo'lsa, men klinikaga kelib meni so'rasa, qachon klinika chaqirsa, kelib men tirik guvohman, o'zim yurib ko'rsataman. Xohlasa kasallik varaqalarimni olib kelaman, emirtalarni olib kelaman. Men shifo topdim. Alloh shu yerda sabab qildi. Shifo Allohdan. Shuning uchun har doim charchamang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog'ayadiganlar, rahmat deydiganlar, xuddi shunaqa suhbat qiladiganlarning safi kengayaversin. Meni tilagim shu. Omon bo'ling, sog' bo'ling, har doim salomat. Bu o'tirishimizdan ham maqsad o'zi shu, siz aytganday, haqiqatan xalqimizda tibbiy madaniyatini, tibbiy bilimini oshiradigan bo'lsak, xudo xolasa aldanadiganlar, tushkunlikka tushadiganlar bo'lmaydi. Shu hech kimni tushkunlikka tushib qolishini xohlamayman-da. Nasib. Shu. Katta rahmat. Katta rahmat. Katta rahmat bo'ldi beraymi?